Uzdul PHP dersi 27. qism MyCircle sandan bağlaş. MyCircle sandan ne? MyCircle astısı connect ondan keyin bu tırnaq funksiyası arqılıq PHP-ga bağlap işletimiz. Bununki grammatikasi qaraydigan bolsaq, bunun grammatikasi ma'qul holatda bu yerda mulozim tirnomi, sandan a'zonomi, sandan paroli bu 3 qiymatni kirgizib, shu buyruq orqali, funksiya orqali MyCircle-ni PHP-ga ulaymiz. Anki amli misol qaraydigan bolsaq, amli misolda masalan con localhost bo'ldi, mulozim sandan a'zonom uzdil, sandan paroli sabori 120 bo'lgan bo'lsa, agar sandan ulanmay qolgan bo'lsa, undaqda bu sandan xatolik uchur chiqdi degan uchurni ko'rsatib berdi. Agar unda bo'lmasa, sandan ulanib, masalan, azroq bir qism boshqa sandan ulangandan keyin kodlar kelsa, oxirida bu sandan ishlatib bo'lgandan keyin mulozimlarni qo'llash uchun bu sandanni taqib o'tamiz. Bu sandanni taqash buyruqi.